Alo, Shahnoz, kelib qoldingmi o'rtoqjon? Menga qara, bu ketishda biz hali beri oyligimizni ola olmaymiz. Menga qara o'rtoq, senda ham, menda ham, qolgan hamkasblarimizda ham oila bor, ro'zg'or bor. Menga qara, men hozir gruppaga bitta ariza yozdim. Hammaga ko'rsatgin. Bitta o'qib chiqishsin, agar qo'l qo'yib berishsa, oyligimizni berishsin deb sudga ariza yozmasak bo'lmaydi. Ha, hozir yetib boraman, tezroq kel. Jizzaxda xuddi mana shunday oylik maoshini ola olmaganlar sudga murojaat qildi. Berilgan ma'lumotlarda aytilishicha, Jizzaxdagi korxonalarning birida 100 dan ortiq xodimlar bir necha oy davomida maoshsiz ishlab kelishgan. Avvaliga rahbariyatdan og'zaki iltimos qilingan maoshlar keyinchalik talab qilinsa-da, ish bermagan. Shundan keyin korxona ishchilari 100 dan ortiq xodimlarning imzosini to'plab sudga da'vo arizasini kiritishgan. Ishni har tomonlama o'rganib chiqqan sudya esa tabiiyki xodimlar foydasiga qaror chiqardi. Qarzdor mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbariyati bilan bir necha marotaba suhbat o'tkazilib, qonunchilik bo'yicha huquq-oqibatlar tushuntirilgach, 115 nafar undiruvchi ishchi foydasiga 1.2 milliard so'm ish haqi undirib berildi. Qolgan qarzdorliklar bo'yicha qonun doirasida tegishli choralar ko'rilib, mulklar xatlanib, auksion savdosiga chiqarish choralari ko'rilmoqda. Halol mehnatga vaqtida to'lanmagan haq parokandalikka olib keladi. Shunday ekan, ishingizda unum topganingizda baraka bo'lishini istasangiz, hech qachon birovning haqqiga xiyonat qilmang.